Agar sizlar haligacha prinsessa Avrorani prins Bashnidan qutqargan deb o'ylagan bo'lsanglar, sizlar xato qilasizlar. Jean-Baptiste Bazile yozgan originalная versiya вообще boshqacha. И вообще-то bizda красавчик, рыцарь, принц это yo'q. Prinsessani ismi Taliya edi. U tug'ilganda astrologlar uni otasiga aytishgan, что xavf Lyonni poyasidan keladi. Otasi sразу же Lyonni poyasini butun korolevstvodan yo'qib tashlash etdi, lekin bu yetarli emas edi. Kunlardan bir kuni Taliya charx aylantirib o'tirgan ayolni ko'radi. Unga juda ham qiziq bo'ladi. Lyonni kichkina poyachasi uni barmog'iga kirib ketadi. U sразу yiqilib tushadi. Otasi uni bashniga olib chiqib yotqizadi, eshiklarni qulflab abadiyga ketadi. Yillar o'tadi. Bir kuni begona bir podshohni ovchi lochini tashab qo'yilgan saroyni topib olib, o'sha yerdan derazadan kiradi. Korol uni orqasidan kirib uxlab yotgan prinsessani topadi. Bazile bu voqeani juda yumshoq yozgan. Muhabbatning ilk mevalarini teradi. Ammo bu chiroyli so'zlarning tagida вообще bir boshqa shafqatsiz ma'no yotgan edi. Korol ketadi, a Taliya uxlashni davom etadi. Spящая красавица uyqusida ikkita bliznyashkani radit qiladi. U bliznyashkalardan bittasi uni qo'liga cho'ziladi, uni barmoqchasidan o'sha Stibelok chiqib ketadi. Taliya uyg'onib ketadi. Birinchi o'rinda o'zi eslolmaydigan ikkita bolachani ko'radi. Korol снова o'sha заброшенный zamonga qaytganda, Taliya tirik yurgan edi, uni qo'lida ikkita bolasi bor edi. На самом деле korolning davlatida uni o'zini законный женasi kutib turgan bo'lgan. Koroleva haqiqatni bilib qolgandan keyin aytadi, чтобы Taliyani bolalarini olib kelib oshpazga berishlarini, чтобы повар близняшкаlardan ovqat qilib berishini, korol o'zi bilmagan holda o'zi satvarit qilgan narsasini yo'q qilish uchun. Повар близняшкаlarni jilet qiladi, ularni yashirib qo'yadi. Uni o'rniga esa echkichani go'shtidan ovqat pishirib beradi. Qirolicha Taliyani ham yo'q qilmoqchi bo'ladi, no o'sha vaqtda oshpaz hamma narsani tan oladi. Bolalar haqida, buyruq haqida va almashtirib qo'ygan haqida. Korol buni eshitib, qirolicha o'zi yoqtirgan olovga qirolichani o'zini tashiydi. Вот какой мужчина. После этого молодая красивая Taliya uni законный yangi женasi bo'ladi. Сказкani oxirida Bazile mana shunaqa vivud qoldirgan. Uxlayotgan odamga udacha kulib boqadi. Udachani o'zi tushda keladi. Bazilani aytish bo'yicha Taliya bilan yuz bergan mana shu hamma voqea bu omad. Очень странно, что o'zini законный женасini mana shunaqa yo'q qilib yuborishi, потому что эта женщина законная, а мужчина изменил ей. Bazilani fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Всех целую, всем пока.